Liam Neeson ijrosidagi Garovdagilar filmlarini ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. O'sha filmlarda Gollivud musulmonlarga juda ko'p loy chaplagan. Ya'ni filmni yaxshi deb eslaydigan bo'lsak, ayniqsa birinchi qismida qahramonning qizi Fransiyada albanlar tomonidan o'g'irlab ketiladi. O'shanda qo'lidagi tatuirovkani aytadi-ku, oy va yulduz tasvirlangan ekan deb. O'sha qismida ham aytib o'tadi, albanlar odam savdosi bilan shug'ullanadi, narkotik, qurol-yarog', pedofiliya, ayniqsa pedofiliya keysi ham ko'p qo'yiladi. Ikkinchi qismida esa umuman olganda terroristga chiqarib tashlashgan. Endi qaranglarda, hozirgi kunda eng katta, eng jirkanchli pedofiliya keysi aynan mana shu Gollivud va o'sha g'arb tomonga yuklatilyapti. Bir narsani aniq aytishimiz kerakki, hali bu keys oxiriga yetmagan va katta ehtimol bilan biz buning oxirigacha ko'ra olmaymiz. Ya'ni biz Epstein ishida ham faqatgina icebergning uchini ko'ra olamiz. Oxirigacha chiqmaydi. Balki 100 yildan keyin, balki 50 yildan keyin chiqar. Lekin bitta narsa aniq, biz faqat ko'ringanini ko'ryapmiz. Aslida vaziyat bundan da jirkanch bo'lishi kerak.